Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Kamina Kamtarin Steve bo'ladi. Do'stlar, bugun sizlar bilan horror Ono blog o'ynaymiz. Xo'sh, bu o'yin qanday bo'ladi? Mana oddiy bitta blok bo'ladi. Keyin yerni kattalashtirganimiz sari bu yerda qo'rqinchli bo'lib ketaveradi. Har xil mahluqlar, shunga o'xshash narsalar chiqib boshlaydi. Xo'sh. Hozirroq yerkavlab olaylik, keyin bu tuxum. Yaxshi. Bizga mo'y narsa berdi, bilmayman nimaga berdi bu. O'yinga kirgan vaqtim qo'limda turgan edi. Turum. Buzul. Tez. Хорошо. Ne katlaştırib olamiz. Bu yerda keyin hayvonlarni juda tez chiqarish boshlaydi ekan. Nima demak, shu hayvonlarni chiqish boshlaydi bu yerda. Kattalashtirib ketirish kerak. Bizlar yerda isrof qilmaylik, taxtalardan foydalanamiz. Taxtani turcha virusdek yasaymiz. Virusdek hozircha mana shu qo'yib turaylik. Kimni bo'lamiz? Olamiz. Bunday. Mayli, endi bitta taxta ketdi-da. Ketmadi. Mana yaxshi. Zakonni. Chatki deydigan do'stlar. Nima gaplar o'zlaringlar? Yaxshimi, emas, zo'rmi? Yana bitta gap bizlar do'stlar, bugun kechga nasib bunaqa qilmoqchiman. Stream yoqib ko'rmoqchiman bir. Qo'shilasizlarmi yo'qmi? Kommentga yozib ketinglar. Xo'sh. Agar go desalaring, yoqaveraman kechqurun. Soatini ham aytaman keyin. 6-7 larga hamma ishdan kelgan, o'qishdan kelgandan keyin boshlaymiz. To'xtaymiz, muzikasini o'chirib qo'yaylik. To'g'rimi? Ovozni 50% qilib qo'ysak, o, normal. Ana endi ovozim yaxshi eshityapti, to'g'rimi? Yana boya eshitmaganlar. Ana o'sha bizlarda cho'chqa do'stlar. Ichis harom, hayda. Stream qilmoqchiman. Agar streamga qo'shilaman deydiganlar, kommentga yozinglar. Bironlarni topamiz. Bizga urug' daraxt berdi. Psikolik. Yerda kattalashtirib daraxtlarni ekish boshlash kerak o'zi. Bizlar qancha yerda kattalishtiraverganimiz sari shuncha nima deydi? Anaqa qiladi. Qo'rqinchli hayvonlar chiqaveradi. Juda ham ko'p mahluqlar bor bu yerda. Turlari bilan borki, juda ham qiyin. Mana oqshomlar, oy. Shunaqangi chiqadi-ku. Tasavvur ham qila olmaysizlar do'stlar. O'yin juda ham qiziq ketadi. Hozircha ketdik, kattalashtiramiz. Maksimum kattalashtiraylik, chunki qochishimizga ham to'g'ri kelishi mumkin. Bilmadim o'yin davomida nimalar bo'ladi. Bu o'yinda qurol modlari ham bor, mo'j sandiqdan chiqib qolishi mumkin. Tekda qurol bo'lishi mumkin. Mana shu. Aniq aytib bo'lmaydi, nima chiqadi, nima qo'yadi. Yomg'ir yog'yapti do'stlar. Boshlaydi o'zi. Chunki yer kattalashtirib ko'ryapsan. Yomg'ir yog'a boshladi. Bu degani zombilar chiqadi degan. Voy, vahima. Etim bichilib ketyapti. Do'stlar, bizlar boshladik. Chaqmoq urishni ko'ryapsizlarmi? Bekor yog'ochdan qilyapmizmi deyman-da, hozir bitta ursa yonib ketadi chaqmoq o'tinlarimiz. Mana shuni oxirgisi daraxtdan qilish. Tepadi. Tosh chiqqancha daraxtdan qilib turaylik, keyin toshdan qilamiz. Do'stlar, suv chiqdi. Sandiq qo'yaylik hozir, chunki bundan mahluq chiqib qolsa zarar bo'lmasin, o'zimizga ichiga solib qo'yamiz, o'zimizga keraksiz narsalar. Hozircha ipimiz. Keyin bitta narsa ko'rmoqchiman-da.
Anaqa kalon. Qo'yamiz. Garchi istaklab o'lsak, anaqilarda boshqa van bloklarda uni berardi nima deydi? Uy. O da to'g'ri topdim. Eshitibsanmi? Voy, shtaginga o'raysan, masalan sen. Nima kelayapti deb o'ylaydi do'stlar, bu shtak adashmasam anaqa. Xo'sh. Tezroq. Bakalım. Do'stlar, hidrok chiqdi. Olib qo'yaylik-da, bunga. O'rta qo'yib qo'yaylik. Har narsa yorishib tursin. Mahluqlar chiqar hozir do'stlar. Tasavvur qilyapsizlarmi? Hali tosh ko'tmabmiz. Yo'q, tosh ko'tsak edi. Organdan solib qo'yishga harakat qilishimiz kerak. Agar mahluq chiqib bizni o'ldirib qo'ysa, ay. Narsalarimiz tushib ketishi mumkin. Aytganman, men yana bir gap, YouTube kanaliga nomer oladim. Endi videolarimiz davomiyligi uzunroq bo'ladi, может yarim soat, 1 soat bo'lishi mumkin. Yana bitta gap, men shuncha qilgan mehnatimga yarasha bitta like bosib qo'yinglar, qani ketdik, men qarab turaman. Bosinglar like, komment ham yozinglar. Ha. Bo'ldi sizlar. Ishonaman, yozdilang degan umiddaman. Bundan keyingi video qanday bo'lsin, qay mavzuda bo'lsin, aytib ketinglar. Pik cho'chqa. Yo'q, sen palakat bosasan. Sen orqangdan zombilar ham chiqib boshlaydi. Do'stlar, biz vega tezroq yuqirish boshlashimiz kerak, chunki mana bu yerda chiqargan mahluqlar uyning ichiga kirishi, nima deydi, ehtimoli pastroqda. Bir xillar kiradi hamki, bir xillarni kira olmaydi. Shuning uchun yuqirib qo'yganimiz yaxshi. Tezroq toshlarga o'tsak edi, yaxshiroq kuchayardik. Hozircha 260-270 FPS o'ynayapmiz. Bu yaxshi. Chekada nimadir eslatda sumka yasasang bo'ladi deyapti qandaydir. Anaqadir sumka yasasak bo'lar ekan. Bu yaxshi. Hozir shu tarafda olamiz. Molimizni o'ldirib qo'ymasa bo'ldi. Odam yuragini yoryapti cho'ta. Cho'ta. Ko'rasizmi? Uy. Chaqmoq urib hamma yerga yoqavermasa bo'ldi. Bu qo'yish kerak. Agar mana shu video aktiv bo'lsalaring, aynan mana shu narsani obunachilarim bilan davom ettiraman. Uning uchun sizlar kommentga bomba qilib tashlashlarga, like'larni ham portlatib. Cho'tki takror qilishlarga kerak qisqasi. Xo'sh. Yerlarda aniqlaylik. Hayvonchalar uchun vaqtinchaga.
Tüz sandıqsa. Ana. Ana dostlar. Uçar. Git. Git gözüm görünme. Oldimdan chiqqan nomard bo'lsin. Qarg'ayman. Cho'tda ovoz eshitilyapti. Hech kim yo'qmi? Yo'q, menimcha hech kim yo'q. Hozircha. Turish kerak. Oy. You're gonna run and scream. Chiqolmaganim ham yaxshi. Ushamiz mana shu deyapman. Yakka, chiq. Chiq, qanasan ko'rsat o'zing. Xora bilan chiqib ketgan anaqa Steve borku, ko'zi yonib turar ekan. Yomg'irli paytda chiqadi deb eshitgandim. Odam qo'rqityapti cho'ta. Shu qo'yishdi. Ana mendan chiqmay turinglar ey. Haydashin ey. Nima qo'yib olding? Tushib ketma, hayda. Hayda naraqa. Tushib ketasan, ahmoq. Nima farqi tushib ketsang joy. Gitseng o'zingdan ko'r. Yo, sen olmayın. Sindirib kishga chiqardi. Qanaqadir urug'lar bor ekan, tarvuz. Yana yer. Daraxt. Yana tarvuz. Uchtami qo'y olib, mana qamashimiz kerakda. Mana anaqa. Ekin bir kattashtirgan ekan, mana bu og'izlarga qasib. Jalol has returned the goal. Nima degan? Oy. Menimcha paydo bo'lish boshladi. Seni o'ldiraman degan ma'noda aytyapti. Yo'q, adashmasam. Yani bilmem, lekin yaxshi gap emas edi. Qon belgisi chiqdi, chet-tepa ko'rling. Iltimos, meni qo'rqitma. Men hali yoshman. Meni qo'rqitmanglar, iltimos. Men hech kimga zararim tegmaydi. Tezroq. Men tushundim, menimcha bu mol nimaga boshqa yerga o'tmayotganini. Boshqa yer taxta-ku. Короче, hozir biz nima qilamiz? 4 ta joy aniqlamiz. O'tiray. Yo'q qo'y. Keyin ha. Bo'ldi. Buradan olsam olamiz. Buradan ol. Bitta qo'y 4 yerim bor-ku. 2 3 4. Shuni. Endi mana qanday o'tkazsak bo'ladi? Men hozir biroz afika qilaylik, mana unaqa anaqa afika uchun o'zimizga yo'l quramiz. 2 3
ovozingga sani. O'tiraman mana shu yerda do'stlar. Afrika. Xo'sh bo'ldi do'stlar, Afrikadan chiqishga chiqib ko'rayotganimiz tong otyapti. Yaxshi. Endi biz tezroq uy qurishimiz kerak. O, botaylarimiz ham pishib qolibdi. Kega. Klina. Come on. Bittila be. Hozircha bo'ladi. Mana. 5. Bo'ldi do'stlar. Shu biz Afrika qoldik. Deyarli hech narsa bermayapti. Nimagadir yaxshi narsalar bermayapti. Qo'y chiqish kerak bizga do'stlar, qo'y kerak asosan. Eng kerakli narsamiz qo'y. Jun yasab, karvat yasashimiz kerak. Oqshomni o'tkazish uchun, chunki oqshom o'tish juda ham qiyin bo'lyapti. Bo'ldi, biz hozir mana shularda. Yarimta bedrockgacha kovlak, yarimta bedrock chiqqandan keyin uni qilamiz. Uy qurish boshlaymiz. Ungacha resurslar yig'ib olamiz-da. Tezroq. O, yaxshi. To'q. Bizda urug' bor edi. Ke. Come on. Sürtür. Zaten ki. Mana yerga tan qo'y. Come on. Böyle. Hoş. Zor. Bizlarda ikkita tovuq, 3 ta molimiz bor. Endi bir 2 ta qo'y kerak-da. 3 ta qo'y chiqsa, вообще zo'r. Ko'paytiraveramiz. Temir chiqish boshlagandan keyin qaychi bilan junini qirqib, karvat yasab olamiz. Nay. Yaxshi, mana yerga o'tdi. Bu yaxshi. Lekin bizga kerak yo'q. Nimasiga xursand bo'lyapmiz? Bizga kerak joy narsasi yo'q uncha. Daraxtlar eksam kana. Nima do'stlar? Daraxtlar ekilgan payt keldi deb o'ylaysizlarmi? Qayga joyimiz 4 ta joyimiz bor. Uncha kattalashtirishimiz kerak. Hali ozroq vaqt bor deb, chunki kattalashtirsak zombi juda ham tez chiqib ketadi. Hozir qanaqa uy qurib olaylik. Uy qurib olgandan keyin yana kattalashtirib jang qilamiz. Молодец. Nafsimiz kerak. O, ikkita ekan даже. Xo'sh, Nakir. Tina. Come on. Baby. Shit, baby. Bizda ikkita qo'y bor. Yana bitta shunaqa qora qo'y bo'lsa, bir xil rangda qo'y bo'lishi kerak-da, eng yomoni. Chunki ikki xil rangda divan yasab bo'lmaydi. 3 ta bir xil rangda qo'yimiz bo'lsa, yomon usul bo'ladi. Uni qo'yib turaylik.
lekin o zombilar kunduzi ham chiqishi mumkin. Aynan qachon chiqishi mumkinligini aniq hech kim bilmaydi. Любой vaqt, xohlagan vaqtda chiqishi mumkin. You tried to hide. Kimga ishonchini nima deyapti? Gonna get ya. Ya ovozing o'ray badan bichirilib ketdi. I'm gonna get you. Nima qilsak bo'ladi endi hozir? What? Yashil. Qora ber. Qora ber inson. No, yashil qo'yam yomon emas, lekin 3 xil bo'lib qoldi. Bilasizmi? 3 xil qo'y. Bir xil qo'y bilan. Bolalar qo'yda rangini qanday almashtirsa bo'lardi? Bir xil rangga. Bizga 3 ta adashmasam mana kerak-ku, ha? 3 ta rang. Oz temir bo'lsa yaxshi bo'ladi. Qo'y chiqmasligi mumkin-da bundan keyin, shuning uchun qo'ylardan oqlayapman. Asrayapman. Qo'y chiqmay qolsa keyin kabdala bo'ladi. Kirsa hozir. Qo'yibman, nima ular pishsa, mashlab pishgandan keyin qo'yni ko'paytiramiz. Hozir nima kerak bo'lsa, masalan, bitta etap mol yoki qo'y chiqib qolsa, sharqlash uchun kerak bo'lib qoladi. Ya. Qani olasam bo'lmadi. Mana shu yana qo'yib qo'ydik. Ya shart emas. Kovlaymiz. Bizlar hozir asosan qilgan ishimiz kovlash. Kovlashdan boshqa narsa ishimiz yo'q. Tovuq yana. O'rlardan hafif ketsa bo'lar. Tamam, yerim sho'q etdi. Kebaqa. Era kelinglar, beqa. Yerlarimizdan ko'payib qoldi. Qachon bitiruv chiqadi? Men qachon uy quraman, Do'stlar, shuncha qilganimizga yarasha like bosmaganlar, yangi kelganlar kanalga like bosib qo'yinglar. Davay. Kommentga yozinglar bundan keyingi video qanday bo'lishini. Bu video hozir necha minut bo'ldi? 25 minut bo'ldi. Do'stlar, men bir to'g'risini aytaman, hali men maktab o'quvchisiman. Shuning uchun ozroq repetitorlarim bor. Hozirgi bitta 1,5 soatda ketaman. Bu videoda davomi chiqadi. Hozircha mana shu birinchi qismni, bu ikkinchi qismni qo'yaman. Ko'ramiz. Davomini chiqaraman bu videoni. Horror on a block. Agar kimdir mana shu o'yinni men bilan birgalikda o'ynamoqchi bo'lsa, men videoning tagida Telegram lichkamda qadar ketaman. Ash Telegram lichkaga yozsalaring, birga o'ynashimiz mumkin. Hoş, uzr do'stlar. Hozir. Voy. Ozroq ishim chiqib qoldi. Oy. Manda ovoz eshityapti. Sandiq qo'ygan vaqt bo'lganda. Mana shu ushtaki yomon joyga chiqdi. Chiqsang chiq. Asam buzmasdan chiq siz. Qanasan? Quyon. Ana shu adashmasam quyonni ovozi edi. Ushtak chalaygan quyonnimi?
qaysi bittasi uchtak chalib keyin paydo bo'ladi. Okey. Hey. Okey. Öyle hadi. Ağzı bir katlaştır. Şöyle. Katlaştırmamız gerek çünkü hayvanlar sığma yaptı. Tek. It's a game of cat and mouse. Do'stlar, az bir daqiqa. Boshqa do'stlar qaytib keldim. Yangi mehmon. O'zi joyimiz yetmayapti, bu yerda hayvon beryapti. No, yomon emas. Shunday qo'yib, shuni qilamiz. Hey, alo. Uzoqcha mana men. Orqamdan kelmay senga bug'doy beramanki. Aldadim, qoch. Chiqib ketsin. Xorobrey emasmi? Xorobrey. Eli Xorobrey. Nima deb aytdilar? Kommentga yozib beringlar, uni ko'zi yonadigan Steve bor-ku. Yana ket tushyapti do'stlar. Bu tunimiz ham uzun bo'ladi. Mana oddiy orqa qarashga qo'rqyapman. O, yaxshi. Bizga betroq chiqdi, endi uyquchak bo'ladi. Faqat hozir emas. Bizga kerak bo'lgan narsalarni hozircha yasab olsak. Kerak yasab olishimiz kerak chunki hozir bizlarda nima deydi? Toshli narsa paydo bo'ladi deb aytdim. Toshli sezon keldi bizlar do'stlar. Hozirroq ko'rdik, endi tong otgandan keyin boshlaymiz uy qurishni. Bir ama sandıktan kural verse olmuyor. O kömür. Şu temir çıksa yaxshi bo'ladi tezroq. 2 don temir chiqqanda kayvot yasa var aslında. Omadliman-da, ko'ryapsizlarmi? Do'stlarim, nima gap? Nima deyapti bu? Shundan 3 qo'yasan. Arkadaşlar. Давай. Yana bitti. O молодец. Müzik sanki. Tık. Bazı peçke yasaş gerek. Hoş, ben peçkemi koysam. Sonra taş karab. Yok hadi keleyemez bize ya. Malın joy yok. Ben ne yapayım? Hadi. Do'stlar, men shunday yana bitta narsani aytib ketishim kerak. Hozir bizlar kanalimizni ancha
keyin kesib tashlaymiz. Qora video. Do'stlar, mana bu kanalimizda 80-90% dan ziyod odam obuna bo'lmasdan ko'ryapti ekan. Shunga yarasha obuna bosib qo'yingizlar, iltimos. Xo'sh, ketdik yana. Tosh qo'yamiz. Toshlik ketgan. Temirimiz bitdi. Temirdan qaychi yasaymiz. Tentasam işte bir xil kun yurasaydi. Hammasini ikkita-ikkitadan berdi, qaranglar do'stlar. Nimasi bu? You're gonna run and scream. They always scream. Qo'yni oldidan ketish kerak. Qo'ylarimiz o'lib ketib qolmasin-da. Dur. Ko'la. Faqat ko'lash kerak, ko'lash. Çok güzel neye gerek, neye berardi. Aruje ber, avtomat ber, o'qini ber, hech bo'lmasa. Bizlarda shunaqa modlar bor. Adashmasam bo'lishi kerak. Qurol modi bor edi. Temir, ko'mir berdim. Qo'yib pishirish kerak. Temir chiqsa, uni qo'yamiz. Nima deydi, bu yoqqa pechka qo'yaveramiz. Bu nima bu? Nima edi u? Tushunmadim. Bezak. Bezakdan boshqa narsaga yaramasa kerak u. Endi bu yog'ini bo'lsa kattalashtiramiz. Tosh, mana shunaqa mayda-chuyda kerak narsalardan kattalashtiramiz. Chiroyli bo'lmasa ham endi har nima deydi. Mustahkamda chaqmoq ursa yonib ketmaydi orqali. 3 ta ko'mir, 3 ta quyon terisi, bitta daraxt. Boş oturmasın. Mas. Lekin hozircha mahluq chiqmayapti-ku. Prosta ovoz eshitilyapti, chunki joy kichkina edi. Shu quyon keryapmiz bizga, hayda. Quyonni boshimizga ko'ramiz. Hozircha kuchayishimiz kerak biza. Sandiqlar juda aniqlayapti. Joyimiz yetmayapti. Yetmay qolishi mumkin. Kirka. Nay. Tim. Tong otyapti do'stlar, ura, bizlar uy quramiz. Uy qurishni boshlaymiz do'stlar. Tong otayotgan vaqtda bo'lib chiqaveradi, chiqmoqchi bo'ladi. Yo'qol. Sen ham yo'qol. O'limi chiqmasanmi? Yo'q, qo'rqmanglar, chiqmasalaring. Chiqinglar, qo'ya qo'yinglar, tamom. Xudoning yuragim yorib.
Hushtak chalasizlarmi? Boshqa ishlar yo'qmi hushtak chalishdan boshqa? Sho'x narsa qo'sh aytib kelgan. Va baqirib kel. Uy. Ma. Yo, birdaniga ikkita o'rgimchakni chiqardim. Bitta chiqinglar. Yetmaganiga kunduzi bo'lsa. Kunduzi o'rgimchak chaqqan ko'rganmisizlar? Mana shu videoda ko'rib oldilar. Uyimizni kattalashtirishimiz kerak. Mana shu o'rtani yarimta qilsa bo'ladimi? Endi kattalashtirsak bo'ladi. Uyimizni mana shu tomondan bir joydan qilishimiz kerak. Mana shu tomondan qilamiz. Bu tomondan. Mana shu yerdan qilaylikchi. Bir gap bo'ladimi? Yana nima bor? Ko'proq toshdan yasash kerak. You're gonna run and scream. They always scream. Jonga tegdi. Jonga tegib ketdi. Odamlar qo'rqitmay turinglar. Ko'rayotgan vaqtda oqshom chiqinglar. Oqshom qo'rqishni kutib o'tiraman. Bitta bolamiz tushib ketdi. Belli mana qayerga tugaydi. Tugamaydi. Endi tugar toshimiz. 7 olsa 8, 14, 15 de. Şöyle görünüyor. Hoş, endi uyda nimadan qurtursak bo'ladi? Hozir tosh ko'rdik. Chunki uyda toshdan qurmasak chaqmoq urib pajar qilarishi mumkin. Quyon go'shtli bo'ldik.
Qo'rqmaymiz biza. Do'stlar, biza qo'rqitaman deb o'ylayapti. Qo'rqitaman deb o'ylayapti. Qo'rqitolmaydi biza. Biza qo'rqitishlarga emas. Eshitganmisan shunaqasini? Bizlarni qo'rqitishlarga emas deydi. Endi sapni yorib chiqishimiz kerak. Shunday. Bunday. Bunday. Endi ehtiyot shart. Yoritib chiqib, mo'rt yorib joyga kelmas. Böyle hemen çok dışarı çıkmak lazım. Hoş, böyle. Hoş, hammaga xayr do'stlar, shu bilan videomizni hozircha to'xtatib turamiz. Buni ikkinchi qismi chiqadi, ikkinchi qismida uy quramiz.